2 ayının 16 günü saat 0'dan 24gacha avtonom rayonimizda yangi tipki tajisimon viruslik o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'yilgan kasaldan 4 ko'payganligi doklad qilingan. Shenjang ishlab chiqarish qurilish bentani o'z ichiga oldi. Buning ikkisi Ili oblastida, ikkisi Bentan 12-shisida. Bir kasal saqiyib doktorxonadan chiqqan bo'lib, Urumchi shahrida. 2 ayının 16 günü saat 24gacha avtonom rayonda jami 75 kasalga yangi tipki tajisimon viruslik o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'yilganligi doklad qilindi. Shenjang ishlab chiqarish qurilish bentani o'z ichiga oldi. Buning 52si avtonom rayonda, 23i Shenjang ishlab chiqarish qurilish bentanida. Aniq diagnoz qo'yilganlarning 23i Urumchi shahrida, 18i Ili oblastida, 3i Turpan shahrida, 1i Aqsu viloyatida, 4i Sanji oblastida, 3i Bayonqulin oblastida, 1i Bentan 7-shisida, 3i Bentan 8-shisi Sheyxanza shahrida, 4i Bentan 9-shisida, 2si Bentan 6-shisi Vujachu shahrida, 3i Bentan 12-shisida, 10i Bentan 4-shisida. Jami 12 kasal saqiyib doktorxonadan chiqdi, biri qazo qildi. Doktorxonadan chiqqanlarning 4i Urumchi shahrida, biri Turpan shahrida, 4i Ili oblastida, biri Aqsu viloyatida, biri Bentan 7-shisida, biri Bentan 8-shisi Sheyxanza shahrida. Hozir 62 kasal doktorxonada ayirib davolanyapti. Buning ichida 10 kasalning ahvoli og'ir, 4ining ahvoli xatarlik. Navbatda 5061 odam tibbiy ko'rsatishni qabul qilyapti. Avtonom rayonlik yuqumli kasalliklar doktorxonasi yangi tipki tajisimon viruslik o'pka yallig'ini qutqizish davolashda bekitilgan doktorxona. Navbatda bu yerda davolanayotgan kasallarning 90%dan ko'pragi Jo'nyi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirib, davolash loyihasi bo'yicha davolanib, kasallik ahvolida ko'rinarli yaxshilanish bo'ldi. Avtonom rayonning qutqizish davolash mutaxassislar guruhi yana Shenjangning har qaysi joylarida yangi tipki tajisimon viruslik o'pka yallig'ini davolashda Jo'nyi tibobati dorilarini ishlatish xizmatiga mos qadamda yetakchilik qildi. Tomir rayonunuz muqimlashdi, lekin tashvishlanish ahvollari mavjud. Jigarning iqtidori ozroq ojiz. Doktorxonadan chiqqandan keyin o'zingizni ozoda tuting. Doringizni vaqtida iching. Bu kasaldan saqayganingiz bilan salomatligingizni davomli asrashingiz kerak. Tönigin doktor Jasunglin saqayib doktorxonadan chiqish oldirki kasalning tomirini tutib, uningga yana bir qancha quta Jo'nyi dorisi yezib berdi. Bizni Jo'nyi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirib davolag'achqa bo'shundoq yaxshi natija ortildi. Jo'nyi tibobati bilan g'arb tibobatini birlashtirishning unumi yaxshi bo'ldi. Jo'nyi dorisini keyingi bosqichdagi badanni quvvatlash, tangshashda ichirkanmiz. Buning badanimizning immunitet iqtidorini oshirishda foydasi bor ekan. Dorilarimni cho'qim vaqti-vaqtida ichaman. Avtonom rayonlik yuqumli kasalliklar doktorxonasida davolanayotgan kasallarga beriladigan har kunlik doktor topshiriqida qaynatma, damlama qatorliq Jo'nyi dorilari, tayyor Jo'nyi dorilari yoziladigan bo'lib, bu yerdagi kasallarning ahvolida ko'rinarli yaxshilanish bo'ldi. Kasalning qizish, geli ishish, ishtahosi tutilish ham mag'dursizlanish qatorliq kasallik alomatlari ko'rinarli yaxshilandi. Kasallik ahvolimi tezla tizginlandi. Kasallarning buning unumi yaxshikan dedi. Yeni kasallarning ig'irlab ketishini kechiktirish yoki tizginlash rolini o'ynadi. Eginlishcha, 1-ayning 22 kuni e'lon qilingan davlatning yangi tipdagi tajisimon viruslik o'pka yallig'ini davolash sinoq 3-nusxasiga diagnoz qo'yish davolash loyihasida Jo'nyi dorilari tavsiya qilingan. Shenjang o'z joyining klimati jo'grafiyalik alohidaligiga asosan Shenjang nusxasiga diagnoz qo'yish davolash loyihasini bekitdi. Avtonom rayonlik yuqumli kasalliklar doktorxonasi tunji kasalni qabul qilib davolashga boshlagandan buyon tashabbuskorlik bilan Jo'nyi dorilari orqali davoladi. 2-ayning 16 kunigacha yangi tipdagi tajisimon viruslik o'pka yallig'i deb aniq diagnoz qo'yilgan 4 kasal bu doktorxonada davolanib saqaydi. Doktorxonada davolanayotgan qisman kasallarning ahvolini navbatda baholash bosqichida bo'lib, yaqinda orqa-orqadan doktorxonadan chiqadi. Jo'nyi tibobatida badan kuchlik bo'lsa, oson kasal tegmaydi deb qarladi. Har xil kasallik paydo qiladigan mikroblar badanga kirsa, badan cho'qim ojizlashib ketadi. Avval badanning quvvatini oshirganda ondan immunitet kuchi paydo bo'lib, virusga taqabul tura oladi. Oxirida Jo'nyi tibobati, g'arb tibobati dorisi bilan bu kasalni saqaytqanib bo'ladi. Yoqim ko'rilgan dastlabki mezgildan tortib Shenjangdagi Jo'nyi tibobati mutaxassislari bilan Jo'nyi tibobati g'arb tibobatini birlashtirib davolash mutaxassislari birinchi saptga davolashga qatnashdi. Avtonom rayonlik davolash qutqizish mutaxassislar guruhida Jo'nyi tibobati mutaxassisidan 8 bor. Yoqimning oldini olish davolash davomida Shenjang tibbiy dasho qaramog'idagi birinchi doktorxona, Shenjang tibbiy dasho qaramog'idagi Jo'nyi doktorxonasi, Avtonom rayonlik Uyg'ur tibobat doktorxonasi, Urumchi shaharlik Jo'nyi doktorxonasi qatorliq davolash apparatlari 10 ga yaqin Jo'nyi tibobati mutaxassisini ajratdi. Ili Qozoq oblasti Sheyxanza shahri qatorliq joylar shu joydagi Jo'nyi tibobati orqali davolash guruhlari bilan birlikda retsept tayyorlab, birinchi sapning davolash qutqizish xizmatiga qatnashdi. Davolash qutqizish mutaxassislar guruhi avtonom rayonning to'g'ri kollektiv diagnoz qo'yish supsida avtonom rayonning qabul qilib davolash bekitilgan doktorxonalardagi kasallarga kecha-kunduz kollektiv diagnoz qo'yib davolash loyihasini bekitdi.
Elimizning Jo'nyi tibabati bilan G'arb tibabatini tang muhim o'ringa qo'yishdek alohidlikni joriy qildirib to'g'ri ishlatdik. Hozirgacha bu kasallarning salomatligini asliga keltirishda universal davolashni asos qildik. 98% dan ortiq kasallarimizning asliga kelishi bir qadar yaxshi bo'lib, kasallik alomatlari yaxshilandi. Og'riq azobidan qutuldi. Bir qo'lda yuqumning oldini olish tizginlashdi. Yana bir qo'lda korxonalarning ishlab chiqarishni asliga keltirishiga butun kuch bilan